أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال: وإن سبقه الحدث توضأ وبنى. Bu fasl namozdagi yuz bergan ba'zi bir ahvollar, tarixini ketishdak ba'zi bir ahvollarga qaratilgan. Sabaqahul hadath, tarixini ketib qolsa, namozda turib tarixini ketib qolsa, berib tartilib kelib kelgan yerdan davomlashtirdi. Mushu masala namozda tarixini ketsa, bir tartilib kelib kelgan yerdan davomlashtiramdi yoki bir tartib kelgandan keyin bu tartib sungandan keyin namozning sharti yo'qolgandan keyin namozda shal baka bo'lib ketib yangi boshladi o'qimdi degan masala xilofiy masala. Hanifiy mazhabda boshqa ish bilan shug'ullanmay udul berib tartilib qaytib kelsa, bu orliqdagi ishlar qilinib ketadi. Kelgan yerdan davomlashtirib mangdi. Masalan, bir rakat o'qib bo'lganda, ikki rakat o'qib bo'lgan chog'da 4 rakatlik namozda tartibni ketsa, tuğan joyini tashlab bilan ajatxonaga berib, ajatxona masjidda bo'lsin yo uyda bo'lsin berib, tartilib, hech bilan paranglashmay, gap so'z qilmaydi, boshqa ish qilmay, udul qaytib kelib davomlashtirdi demoqchi. Yani olimlarning ittifoq kelgan bir yeri bor. Bu bo'lsa-mu, tahorat bo'lmasa namoz bo'lmaydi. Tahorat namozning sharti. Tahoratsizlik namozni to'xtatib qo'yganligida ittifoq. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste la yakbalullahu salata ahadikum hatta yatawadda, yani bir hadiste la yakbalullahu salaten bi gayri tuhur ve la sadaqatan min gulul. Lakin bu namazın şartı. Şart yo'qolib ketsa mashrut mu yo'qaydi. Lekin o'zirlik bo'lib qolgan ahvolda o'lmali yana ittifoq. Tarix to'xtamaydigan, suydik tamsilab turadigan ya istihada ya yel to'xtamaydigan kishi bo'lib qolsa, har bir namozning vaqti kirgandan keyin yenidan tartilib namoz o'qiydi, lekin namoz o'qiyotgan chog'da tamsilab tursimi hisob dedi. Buni ittifoq. Ixtilof bo'lganda namozning yerimlashgan chog'da saq odamning tartibini ketib qolsa, keyin tartilib kelgandan keyin yana boshlamdi yoki kelgan yerdan davomlashtiramdi. Bana degan ilgariki o'qigan namozni hisob qilib kelgan yerdan davomlashtirdi degan gap. Xuddi uning ustiga qurdim. Birinchi, ikkinchi rakat hisob, shu 4-qavatni uning ustiga qurganday. Istiqbola degan quloqqa qilib yana boshladi o'qiydi degan. Yani ko'pchilik ulamolar tartib ketgan ahvolda yak tartib sungan emas, namozni uzib qo'ygan bir ahvol bo'lib qolsa, shu yerda namoz uzildi, o'quvni baka olib ketdi, keyin tartib kelgandan keyin yana boshlaydi deb qaradi. Faqatlan burni qanab ketgan ahvolda ba'zilari tartib kelib o'qiydi degan bo'lsa-mu, Imom Shafiy rahmatullohi alayhi burni qanaqa ahvoldami namozni yenidan boshlaydi dedi. İmam Abu Hanife rahmetullah aleyh, yani İbn Abi Leyla, İmam Evza'i, İmam Ahmed'nin bir rivayette bula tartib ketgan ahvolda burunqi namozni hisob tartib qilib bilan oyg'in davomlashtirdi deb qaragan. Bularning dalili, Hanifi mazhabining dalili qavluhu sallallohu alayhi vasallam: "Man qa'a aw ra'afa fi salatihi falyansarif وَلْيَتَوَضَّأ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ." Gap so'z qilmagan bo'lsa, yoki uningdan boshqa ortiqcha ish harakat qilmagan bo'lsa, tartib ketgan kishi berib bilan tartilib qaytib kelib, burunqi namozni hisob qilib davomlashtirsin degan mushadis. Bu hadisni Imom Zaylai Hazrati Aisha Rasulullohdan rivoyat qilgan, Sayyid deb qaragan. Hafiz ibn Hajar qatorliq ulamolar yo'q, bu Hazrati Ali va Salman al-Farisi radhiyallohu anhudan kelgan so'z, yani mavquf, sahihun mavqufan deb qaragan. Yana bir rivoyatda man qa'a aw amza deb keldi. Rasululloh marfu holatda ojiz deganlar nimaga asoslanib dedi desak, Ma'asirqara kitobning aslida izotini deb qo'ydi bu. Isnaduhu da'if fa innahu min rivoyat Ismoil ibn Ayyash an g'ayri ahli baladihi va hiya da'ifah. Yani bunun demoqchi bo'lgan Ismoil ibn Ayyash degan bir kishi, o'ninchi hadisni rivoyat qilgan ravi. Bu Shamliq. O'zining zudliqlaridan hadis rivoyat qilsa, inovatli, sahih ekan. Lekin Hijozlikdan rivoyat qilsa, rivoyati aziz ekan. Navonikin bu hozir Ibn Jurayjdan rivoyat qildi, ya Hijozlikdan. Navonikin bu rivoyat aziz deb turadi.
Hanifiy mazhabdagi bu aciz emas deb qoldi. Nima uchun? Bizning imomimiz Muhammad ibn Hasan Shaybani rahmatullohi alayhi bu kishidan hadis rivoyat qilgan. Hadis rivoyat qilganligi bu kishining rivoyatini qabul qilsa, ishonchli adl deb qaraganligining isboti bu bir. Ikkinchisi, u shonliqda hadis rivoyat qilsa, ishonchli bo'lgan bo'lsa, boshqalarning rivoyat qilsa-mu ishonchli bo'lish kerak. Chunki bu o'zining yutuqlaridan rivoyat qilsa, rasmdaydigan, boshqalardan rivoyat qilganda yolg'on chaplab qo'yganda bo'lmas kerak. Ya'ni bu odam ma'lum kelgan ishonchli, ma'lum ishonchsiz desang bo'lmaydi o'zi. Lekin ahli hadisning bir qismi endi ayirgan. Hanifiy mazhab ayirmay turvag'achqa shuni bu hadisni sahih deb qaragan. Bundan keyin Hanifiy mazhabning o'zining qarshi bo'yicha bu hadis sahih amal qilish bo'ldi. Yana bir tarafdan bu hadisni masalan marfu deb bundan hukmon taqdirimiz mursalligiga ma'qul qilib qarashtiradi. Ba'zi bir yo'llari mursal kelgan. Mursal kelgandikan Hanifiy mazhabda deydi, mursal bizning nazarimizda hujjat hisoblanadi. Biz amal qilamiz. Lekin bu hadisda o'munda ozroq gap bo'lib qoldi. Hadis sahih emas deb. Buni bir chet qo'yib tursak, sahoba ikramlardan kelgan qarash shu. Asarli qanday keldi desak, sahoba ikramlardan Hanifiy mazhabning qarashida bir narsa sahobadan kelgan. Mesela İmam Bayhaqi, Hazreti Ali ve Salman el-Farsi ve İbn Abbas, İbn Ömer radıyallahu anhulardan bu şu Hanifiy mazhabının karşısına rivayet qilgan. Unda o'niken Hanifiy mazhab hozir asoslanigini asli qiyosda, hozir bu o'rin olmish qolgandek, ha? Hanifiy mazhab qiyos qiziq amal qildi, asarga ta'minlaydi, qiyos bo'ldi deydigan. Hozir bu yerda o'rin olmish qolgandek. Hanifiy mazhab asli qiyosda tarixda sungandan namoz beka oldi degan shu qiyosda. Qoida shuda. Lekin bu hadis Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan musnad holatga kelib qoldi. Mursal kelgan holatdan biz hujjat hisoblaymiz. Uning yeniga 4-5 sahobadan bunda qarash kelgan ekan, biz asarga amal qilgan odam qiyosni cho'ritib, bosh ustiga deblam ma asarni oldiqmiz. Yani tabi'ilardan Said ibn Musayyab, Ata, Tavus, Süleyman ibn Yasar, Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf, Ashuralardanmi bu Hanifiy mazhabining qarash kelgan. Bu namozning o'ttirda sunnatga ahvoldagi gap. Undan keyin namozga quloq qilg'ay degan chaqda tartibni qisab kesichu. Namozga turaveramdi. Yoki namozda bir qisab kes tartib sundirib namozga chiqdimdi. Hanifiy mazhabda tartib qisgan chaqda ayında siqilib turib namozni boshlash, namoz quloq qilish makruh tahrimiyan. Gunohkor bo'ldi, namoz hisob. Yani namoz o'qiyotgan chaq bak turolmay qolsa, namoz buzuq hojatxonaga yugurdan. Eğer şunda halatta yani namaz davomlashtirib, siqilib turib namozni o'qiyotsa, makruh qiraat tahrimiya. Gunohkor bo'ldi, namoz hisob. Bu ham qo'shimcha bir ma'lumot. Qala fa in kana munfaridan in sha'a 'ada ila makanihi. Namoz o'quvchining ahvoli har xil. Yolg'iz namoz o'quvchi bo'lsa, tartib ketgan bo'lsa namoz o'qitib, berib tartib keldi. İnşaa adal tartib bo'lgandan xolisa o'z burun namoz o'qiyotgan joyiga qaytib keldi. Yani mesela masjidda o'qibdi, ya bir do'konda mesela. Nada o'qigan bo'lsa, tartibga hozir bo'lgan farazligini uyga bir tartib keldi demakchi. Chunki o chog'da masjidda yo'lda ajrxon yo'q. Uyim shunda bir yaqinda, o shaharlarda kelib ketmagan bir ahvol. Undan keyin bir yer namoz o'qidi, uyga qaytib berib tartilib, xolisa shu burun o'qigan yerga masjid keldi. Xolisa uydilam, tartaga yerdilam, uydilam, shadlam to'liq bo'lsin. Chunki bu yolg'iz o'qigan, jamoatga qatnashmagan odam. Nima uchun hamda joyga qaytib keldi demaymiz? Chunki joyga qaytib kelish uchun yo'l yurish kerak. Bu jiq amal ehtiyoj yo'q. Uy davomlash ish kerakmi? Masjidda yolg'iz o'qibdi, tartib ketdi, uyga kirib tartagan keyin xolisa masjidga kirib ish kerakni to'liqlaydi, xolisa uydilam 4-yilga o'qitdi dedi. Wal muqtadi vel imamu ya'udani. Jamoat ular o'qigan ahvolda imom va oxirgi jamoatlar tartib ketib qolsa, bular shu jamoatlar namoz o'qigan yerga qaytib keldi. Masjid bo'lsin, yoki birsin uy bo'lib qolsin, shu yerga qaytib keldi deydi. Illa yakuna al-imamu qad atamma as-salata fayukhayyaran. Faqatlam bu qaytib kelgicha imom namozni o'qib bo'lgan bo'lsa, ya'ni shu jamoat hozir namozni tugatib bo'lganda bu ondan keldi. Kelsa jamoat namoz o'qib bo'lgan holatdan. Davom ekan bu ikkalanadi. Imom bo'lsin va oxirgi iqtidorli jamoat bo'lsin, ikkisi ixtiyorlik bor. Ixtiyorlik bor deb qo'ydi, lekin gap qilmoqchiman, lekin biz ilgirki iboratdan bildikki, bu o'ygirib tartib kelgan yoki masjidning ajrxonasiga kirib tartib chiqdi deydi. Xolisa uy ketgan bo'lsa,
uyda namozning oxirini davomlashtirdi. Chunki bu hozir imom allaqachon namozni tamomlab bo'ldi, basammo jamoat yo'q degan. Bunda faraz bo'lsa, uyda davomlashtirsin bo'ldi yoki masjidga qaytib kelib o'qisin bo'ldi. Endi yataxayyarani musanna keldi shunami? Imom ta'ssun ketgan bo'lsa, o'rniga bir imomni chiqarib qo'yib, bu ketdi-ku. Imom birsi, jamoatdan birsi ta'ssun ketgan bo'lsa, u birsi ikki odamdir. Al-imam atamma sola, namozni tamomlagan kishi shu o'rinda chiqarib qo'ygan odam. Izbasar imom shu. Wal istinafu afdal. Yuqorqi Hanifi mazhabning qarishi. Sahoba kiramlardan va Rasulullohdan ahtarlik kelgan ekan, qiyosini tashlab bosh ustiga deb asarni tutgan. Endi jumhur ulamolar yo'q bo'lmaydi, yavaşlardan boshlaydi deb turgan bo'g'ishqa. Azroq ehtimolni qo'yib, yangi boshlardan o'qiyotgan tahi afzal. Chunki mushunda o'qiyotgan taqdirda Hanifi mazhabning qarshidimi, nojoiz bo'ldi. Jumhurmi nojoiz bo'ldi. Hech qanday ehtimollik shak qilib qolmadi buningda. Şu an xotirjam bo'lgan, ishni qilgan bo'ldi deydi. Shu ulamolar mustahab ishlarning birisi al-xuruj min al-xilaf. Ixtilof bo'lgan bo'lsa, biz qarshi tarafning qarshi bo'yicha ish qilsak, menmo boshqalarmi hammasi joiz bo'ldi deydigan bo'lsa, biz shu hammadan ittifoq kelgan ahvolda bitirsak, bu tahmi afzal. Li xurujihi min al-xilaf, yoki an al-xilaf, qiladigan tugatadigan bo'lg'achqa. وَلِأَلَّا يَفْصِلَ بَيْنَ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ بِأَفْعَالٍ لَيْسَتْ مِنْهَا. Yani namazdan iş hareketleri arlıqıga namazdan bo'lmagan bir iş hareketini tiqib qo'ymaslik uchun. Endi biz shunda arlıqıga shunda yo'lmanib, tartilib, balki kashini silib, paytini kiyib, chapanni silib, ayında qilishlarni o'zga olgan jiq ish hareketini tiqib qo'ydik. Nima uchun desa, hadis kelib qopti, biz chorasiz endi bosh ustiga deb ma'quldik. Lekin jumhurning qarishi bo'yicha qilaversak, jumhurmi to'g'ri bo'ldi deb qaragan, ko'ngil taqmi xotirjam bo'ldiga o'xshagan ekan, bu mayli demak. Wa qila in kana imaman aw muqtadiyan fal bina'u awla ihrazan li fadilatil jamaa. Wa qila degan Hanifi mazhabdagi mush masaladagi ba'zi bir ixtilofni ko'rsatdi. Ya'ni ulamoning qarashlari xil bo'lib qoldi. Yuqorida Hanifi mazhabda hisob qilgan qarash deb oldi maktabda. Ikkinchi qarash imom muqtadi bo'lib qolsa, istinaf qilmay, yengilashlardan boshlamay, Hanifi mazhabining qarashi bo'yicha burunqi o'qigan namozning ustiga bino qilib davomlashtirishni afzal debdi. Nima uchun desa, davomlashtirgan taqdirda jamoatning fazilatiga erisha oladi. Bu namozni jamoat bilan boshlagan 27 savobni ola oladi demakchi. Ya hali tersim ketken adamın bir hazır. Biz hazır imam ve muhtedi dediğimizde ya o ya bunun sümkesinde işkini bir katarını kıldı. Lekin çokum o imam bilen çokum ağır cemaatin işkisini tam sümkesi mümkün emez. Ama ya imamın sümketi o ya kendikinin sümketi. Lakin işkisini bir sümketke ahval. Sümketken kişi kim? Yalnız okuydu demekçi. Lakin yalnız okup yeniden başlagandan yalnız okup davomlashtirsa, burunqi ishkirka jamoatida o'qilgan hisobda bo'lgan ekan, jamoatning savobiga erishadi dedi. Yana yuqorqi masalada uyga qaytamdi, faytaxayyaran degan uyga qaytamdi yoki masjidga qaytib kelamdi ixtiyoriy dedi-ku. Bu mu Hanifi mazhabning qarashi, mazhabga vakillik qilgan. Lekin Hanifi mazhabga ulamolardan Xorizada shu burun o'qigan joyga qaytib kelgan afzal. Nima uchun desa, burun o'qigan namozmi, keyin o'qigan namoz bir joyda ado qilinish uchun shu yaxshi dedi. Bu Imom Karxiyning tanlashi shu. Ba'zilar yo'q uyda davomlashtirayotgan yaxshi dedi. Nima uchun desa, chunki uyda davomlashtirsa, menish oz bo'ldi. Masjidga qaytib kelib jumaydi o'shaqda. Qala va in kana imaman istakhlaf. Imomning tarixini ketib qolsa, o'rniga bir odamni chiqarib qo'ydi. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi-ku: "Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha." Mening aqimdilam nayt fazilatlik, aqil, namozning ahkamlarini joyida bildigan, Qur'on o'qishni obdan bildigan kishilar tursin dedi. Shu nima uchun imomga unda bir ahvol bo'lib qolsa, keyingi odam tamtirmay namozni joyida rolni tutib, qirg'oqqa ishqoladi keyin. لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إمام سبقه الحدث في الصلاة فلينصرف ولينظر رجلا لم يسبق بشيء. Qanday bir imomningki tartishib ketib qolsa namozda, tartishmagan kishidan birini chiqarib qo'ysin o'rniga dedi.
فَلْيُقَدِّمُهُ لِيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ Uni o'rinda jamoatga imom bo'lib namoz o'qish uchun chiqarib qo'ysin dedi. Lekin bu mavquf rivoyat. Sahoba ikromning so'zi, Rasulullohning so'zi emas. Qala va innama yajuzul bina'u idza fa'ala ma la budda minhu kal-mashi. Endi hozir Hanifiy mazhabning qarashi bo'yicha namozini tartib qilgandan keyin kelgan yerdan davomlashtirdi degan qarashning shartlaridan birini bayon qildi. Binoning sharti birinchisi bu tartib kirish jarayonida tartib zurul islom qiladi, ortiq ish qilmagan bo'lish shart. Lekin tartib qilmangdi bu. Uyga ketib o'tib, kishilar bilan paranglashdi yo so'zsat qilg'ashmangdi. Uyga borgandan keyin bolalar bilan paranglashib, uyda ba'zi ishni qilib o'tib, undan keyin o'qilib bunda kelsa, bekor. Namozni o'sha bekor bo'lib ketgan. Yana boshlardan boshlash kerak. Yoki biz bilan telefon so'zlashib, bundan tartildimiz. Bu chog'da namozni cho'qim bu berib tartib bilan qildi. Ikki tarafga qaramay, barida tartib bilan qaytib kelgan bo'lsa. Tartibini ketmagan kishi demak. Hadi sabaqaul hadas degan tartibini ketdi dedik. Nima? Lam musbaq bi shay'in tartibini ketmagan bir kishi. Hadi imomning sunnat ketdi. Sunnat ketgandan oxirgining sunnat ketmaganlar. Nima? Shundan biraylarni chiqarib qo'ydi demak. Chunki oxirda birinchi satdan butun sunnat ketgan bo'lsa imom bilan. Sunnat ketganlarni bizni chiqarib qo'ysa bo'lmaydi. Oxirgidan sunnat ketmaganlarni bizni chiqardi. Bu chiroyli qatishgan. Bizni chiqarib o'tmagan kishi edi. Shu chiroyli qatashim. Buni ham qabih so'zlarni ishlatmaydi. Deb buni chiroyli qatgan. Sabaqao degan bir xilamda irodasizga chida. Uning oldida shirkatga bujishqo. Balki bu ta'sirni ushmadi, uni irodasiz o'cha sunib ketdi. Ya buni qarab ketdi. Yelchi ishlamamasa, ya buni qarab ketdi, ya yelchi ketdi. Ya bir ish bo'ldi ham ta'sirni. Ya klub saldimlikmashgan. Mesela yani bir mazhabda bizim qanunimizni buzildi ya tartibsizdi deydi-ku. Ya. Tartib ketmagan, tartib bakishdan birini chiqarib qo'ydi demak. O'ziga o'xshash tartibda sunib ketgan chiqarib bo'lmaydi. Bu arab tilidan da shunda nima keldi. Va innama yajuzul bina'u idza fa'ala ma la budda minhu kal-mashi wal-igtiraq. Mengish va shuni o'chimlab olishdakim. Do'stamdan dardamni o'chimlab oldi ya kishi ko'lchak yoki dastin o'chimlab olgandek. Hatta law istaqa aw kharaja dalwahu. Istaqa degan quduqdan suv tatdi yoki suv tatqizdi degan ma'no bo'lishi mumkin. O'tganda bir chiqdi-ku bu. Suv tatdi. Masalan, quduqdan suv tatdi yoki chilikini yamadi. Quduqning chiliki teshib ketgan bo'lsa, shuni yamabdi. Aw wasala ila nahrin fajawazahu ila ghayri. Yoki bir o'stanga ariqning qishqi berib, uningdan tartanmay, tartalagan turug'liq boshqasiga olib o'tib ketib qolsa, fasadat salatuhu. Namoz buzib ketadi. Nima uchun siz ya'damul hajat ilay deymiz. Ehtiyoj bo'lmaydi. Lekin, suv tatish bilan chilakni yamash tartilishga zo'r narsa. Shunda qilmasa tartilamaydi. Uni ruxsat qilish kerak emas. Zo'r narsa. Lekin buni bundan misol olsak, ketib o'tib so'zsa qilibdi, boshqalar behuda paranglashibdi, ba'zi ishni bajaribdi, masalan ketib. Bunda qilsa bo'lmaydi. Shu tartib yig'ilishga udul bordi, udul qaytib keldi demak. Bu bir sharti. Qala va in junna aw nama fahtalama aw ughmi alayhi istaqbal. Namozni turib ilishib qoldi, saranglab qoldi. Aw nama fahtalam, yoki namozni turib uxlab qolib, ehtilom bo'lib qoldi. Lekin normal holatda uxlasa namoz buzilmaydi dedi-ku. Namoz buzilamdi, buzilmamdi? Demakanda bab navaqidul wudu o'tib ketdi bu. Hozir hamda bo'g'ash uxlabdi, ehtilom kirib qoldi. Jini shojib bo'ldi degan gap. Aw ughmi alayhi istaqbal yoki o'shidan ketdi. Shuna bu qanday qildi bo'lsa, yangi boshlardan, ya'ni jini pulab namozni yangidan o'qiydi. Yangidan boshlab o'qiydi. Buni bino qilmaydi. Lianna wujuda hadhihi al-ashya nadirun. Chunki bunda bo'lishi nihoyatda kam uchraydigan ahvol. Fala yuqasu ala mawrid ash-shara'. Shariat ko'rsatmasi kelgan o'rinlarga qiyos qilmaydi shuni hali. Mawrid ash-shara' degan shariat ko'rsatmasi kelgan joylar. Shariat ko'rsatmasi hadisda nima keldi? Buni qarab kelsa, qayqib qolsa dedi-ku.
Şeriatning ko'rsatmali kelgan joyi shu. Uni qiyos qilmaymiz. Ham qiyos qilsak bu farqli qishmoq. Ava tartilishning mavjudligining gapi. Walianna an-nass warada fil wudu mana. Ashu hadislar tartilish keldi. Ma 3 ahvol yunish masalasi. Wal ghusl aktharu minhu. Yunishga jiqish ketgan faoliyat. Kiyimni serish ketadi, butun badanni yuvish. Shunga oznasiga ko'p narsani qiyos qilmaymiz. Va kada yahtaju ila kashf al-awra. Butun kiyimni serib avratni ichish kerak bo'ladi taxminonda. Avratni yogashma namozning bir farzlaridan birisidir. Va huwa qati'un lis-salah. Avratni ichib turish bu namozni buzadigan narsa. Albatta avrat shunday isib qolsa, gachchida kiyib olsa bo'ldi. Lekin avratni o'chib qo'yib namoz o'qisa, namoz bo'lmaydi degan. Va kaza idza nazara fa anzala. Nazara deganda ikki ehtimollik bor. Biri namoz turib, biri narsa qarabdi, shahvat qo'zg'aydigan bir narsa qarabdi, ya'ni ko'z bilan qarabdi deganman. Ko'z bilan qarabdi, bundan mani etib chiqib qoldi, hayajonlanib ketdi. Yani oldidan bir ayol o'tibdi, ya bir suratga qarab qopdi yoki yozgan bir narsaga material qarab qo'yib, so'ngan mani chiqib qoldi. Bu bir ehtimol. Ikkinchisi nazara degan bir narsa tafakkur qilib, xiyol bir narsani xiyol qilibdi, o'ylabdi, shahvatni qo'zg'aydigan bir mazmunni o'ylabdi, shundan shahvati kuchib ketib, mani chiqibdi deydi. Qur'on Karim bog'i summa nazara, yani Rasulullohni nimda qaralsam bo'ladi deb o'ylab planlab, menda desam aqmaydi, menda desam aqmaydi, unda esa majnun ya shoir deyli deb shuni planladigo, va bu menda tafakkurini ko'rsatsin. Bu munoyat nadir ahvolimiz. Qala va in sabaqahu al-hadathu ba'da at-tashahhud tawadda'a wa sallam. Endi bu mazhabda tashahhudni o'tirish va tashahhudni o'qish vojib degan qarash shu kuchlikda. Salomni vojib dedik, lekin qadr tashahhud o'tirib bo'lgandan keyin "Iza qulta hada aw fa'alta hada faqad tamma as-salatu" deyilishga asosan, mushu duoni o'qib, shunchalik o'ttasang yoki shunchalik miqdorda o'ttasang namozing tamom bo'ldi degan bo'g'ashqa. Tashahhudni o'qib bo'lib, tartib ketib qolsa, qapqog'ini shu salom bersam qolgan. Tartilib salom beribdi deydi. Li'annahu lam yabqa alayhi salam. Chunki uning qildig'ashidan faqatlan salom berish qoldi. Salom berish vojib desak masalan, shu ish qilibdi, tartilib shuni qilyapti. Hammasi joyida bo'lsin deb. Qala va in ta'ammada al-hadatha tammat salatuhu. Tartib o'zligidan ixtiyorsiz sunib ketmay, o'zi masalan tartib hisob ketgan bo'lsa, tashahhudni o'qib bo'lib, namozim tamom bo'ldi-ku. Tartibni sundirvasammi, shataqo namozni o'qib qo'ysam deb shu chaqda tartibni sundirdi. Qasdan bu chaqda namoz tamom bo'lgan bo'ldi dedi. Albatta yuqori ahvoldimi? Namoz tamom bo'lgan bo'ldi. Lekin uni tartib kelib, chunki bu ixtiyorsiz bo'lgan ekan, bu namozni tamomlash niyati bor uning. Namozni tamomlayman degan odam shada namozni to'ngtib qo'yib turib, berib, tartib qilib, ulablam salom beribdi ish tugidi. Endi hozir bu yerda bu salom berishni xohlamay, bo'ldi mishaychi bo'lsa, baqqiznib ketdim deblam. Shundirib tutdi. Sinib qolgan chog'da, endi Arabiyga keliblam masjidga siyatdi-ku, shunga o'xshash. Qarasini istiganda siyishlarlar bo'lmaydi. Ya shu vojib desakmi? Salom berishni vojib desakmi? Hozir vojib tashlandi, lekin namoz bitgan bo'ldi. Vojibni tashlashdan gunohkor bo'lib bitgan bo'ldi. Lekin namoz. Agar arkonni misqab qolgan bo'lsa, namoz bo'lmaydi. Li'annahu lam yabqa alayhi shay'un min arkanis salat. Arkanis salatni hech nima qolmadi. Buni qilib bo'ldi. Ruku, qiyam, qiro'a masalan, sajda buni qildi va tashahhudni qildi. Endi salom berish vojib desak, vojib qilib qolgan bo'ldi. Kiraha tahrimi bilan namozni ado etgan bo'ldi. Vaqat ta'azzara bina'u li makan ta'ammud. Endi qayta davomlashtiray deb qolsa, bu qasddan namozni shu yerda uzib qo'ygan kishidir. Qasddan uzgandan keyin davomlashtirib qilish ruxsati yo'q qonunga. Shu hadisda ixtiyorsiz tartib buzib ketib qolsa demakchidir. Yani qasddan buzayotgandan keyin ruxsat yo'q. Hadis uning shuni ruxsat bermagan. Uniki bino qilish imkonsiz. Va idza lam yabqa alayhi shay'un min arkanis salati tammat salatuhu.
arkandan hech narsa qolmay hamma tamom qilib qo'yg'achqa namoz tamom bo'ldi. Faqat taqaddam ilgari o'tib bo'ldi deganda shu tashahhud va qu'udni vojib deganni tarjih qildik. Anda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan idza qulta hada aw fa'alta hada faqad tammat salatuk deb shu hadisni rivoyat qilgan. Qala walau asabathu najasatun min kharijin bu tarifga ahvol emas. Namozda turibdi, kichik oldin miskilib suyib qo'ydi bunga. Ya kiyimini shalta qilib qo'ydi, ya qon to'kib qo'ydi, ya ustidan tushdi. Aw shujja ra'suhu la yabni yoki beshi yerilib ketdi. Bu ahvolda vaqala Abu Yusuf yabni kama idza sabaqahu al-hadath. Aw shujja ra'suhu la yabni bu chaqda yavaşlardan boshlab o'qiydi. Burunqi o'qigan namozi shu yerda to'xtab tugab qoldi dedi. Bekor bo'lib ketdi. Bu Abu Hanifa bilan Muhammadning qarshi, ya'ni tarafaynning qarshi. Abu Yusuf rahmatullohi alayhi tarti sunib ketgan kishiga o'xshash berib tartilib kelib davomlashtirdi dedi. Ya'ni ma najosat yuqib qoldi deganda unday emas. Berib kiyimini engishlar ya tozalab kirib turdi deymiz. Ya tartilish gap yo'q. Kiyimini tozalab ya almashtirib qaytib keldi. Beshirilib ketgan ahvolda qanchasidan namozda tarasında berib tangdirib qonni tozalab kelib tartilib kirib turdi. Qon chiqmay yerilib ketgan ahvolni tasavvur qilsak, berib ya tangdirib o'tib doktorlik ishini o'tib kelishi mumkin. Abu Yusuf ash burun qoidasi kelgan qoida bo'yicha qilamiz debdi. Buni berib plan bu ixtiyorsiz endi bir ish bo'ldi. Bu tozlik qilib o'tib yoki shunda tang o'tib plan kirib davomlashtirdi dedi. Lekin Abu Hanifa bilan Muhammad ya buning da yangi ashlarda o'qish lozim. Burunqi o'qini hisob emas, uzib qoldi shu yerda dedi. Nima uchun? Abu Hanifa bilan Muhammad ma'na a'zar g'ayr samaviyya dedi. Afa samaviyya g'ayr samaviyya deb aytdi emasmi? Afa samaviyya degan insonning, maxluqning qo'lidagi ish emas. Bo'ron chiqib yomg'ir yog'di, ya chaqmoqni qildi emasdan. Yoki shunda o'zligidan ixtiyorsiz tartib ketdi. Ya buni qanab ketib qolsa bu azar samaviyya deymiz. Insonning qo'li yo'q buningda. Azar g'ayr samaviyya degan maxluqning qo'li bor. Maxluq sabab bo'lgan. O'zi ya boshqalar sabab bo'lgan. Nolki ma sirtdan najosat tashladi, yuqtirib qo'ygan bir inson qilgan ish bu. Ya kichik bolalar boshqa bir narsa. Hani beşini yaratishmo cho'qim bir insonlarning bilsin qilmishi bilan bo'lgan ish. Nolki bu g'ayr samaviy, lekin hadis shu samaviy kelgan. G'ayr samaviy kelmagan deb aytdi. Farq shu. Qulna degan Abu Hanifa bilan Muhammadning Abu Yusufga raddiyasi. Ha huna yansarifu ma'a qiyam al-wudu. Mush ishki ahvolda qart baholat ketgan bo'ldi bu. Qari sunishgan bo'lmadi. Albatta besherni qancha tarisindo, kim qan chiqmagan ahvolni tasavvur qilib mumkin. Falam yakun fi ma'na ma warada bihi an-nas. Ana hadis kagina tarti sunib ketgan ahvolda kelgan hadis. Ma'va tarti sunmagan ahvol. Shuni buni qiyos qilishga bo'lmaydi. Fabaqiya ala asl al-qiyas. Navonkin uni mawrid ash-shar'iga qiyos qilmaymiz. Asli qoida bo'yicha topib qoladi. Asli qoidada tarti yo'q bo'lsa namoz yo'q degan gapda. Namozning davomida kelgan harakatdan maqsadni bo'lgan jamoat bo'lsa, kelgan yerdan domlasi o'tirib chiqqan bo'lsa to'liq qilish lozim. Hadis qaysi mazmunda kelgan? Tartib kishi tartib sunib ketib qolsa, unda mundaq kelsin dedimi? Tartib kelsin dedi. Lekin va najosat yuqtirib qo'ygan yo beshi zaxmlangan ahvolda tartibni senga tartib bor odamni. Lekin sadece tartib bor bir ahvolni tartib sunib ketgan bir ahvol qiyos qilyapsa, bu ikki farqli demak. Qiyosuka ma'al fariq demak. Ha şu nerede kelgan bu şu yerden davomlashdi. Ya işte baştan oraya mandurasa bijaga aprası şu yerden namaz davomlashtirasi bo'ldi. Mesela aramda yo'lda tumanda ish tutsa bir skil bilan Allah birdan ruku qilib oldi. Qilibdi, yana tutib aprotdi. O anda mecbur aslında mesela ya Müslümanlı bir kafir namaz okumayıp bize işte koyunda Türk bize ayağa kapırırsa diye manıp gitti ya hareket olup gitti onun rükusu mu bizimki de örtürüp kaldı mesela. O senin şu kâgen caydın davullaşmış buldu. Çünkü bu mecbur amdı onunla. Gerçi Abu Hanife semaviye gayri semaviye diyen olsun lakin namaz düzülmeyen nisapta desek buldu.
Mesela buzdurasizlar, gap qildirasizlar, kuldirasizlar degan. Ya urib esa tayoqni yeb turib namozni davom ettirib Mesela Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu kafirlar Ka'bani oldida ustishiga shu maynanasini otib qo'yibdi, namozni davom ettirar ekan. Bunda iradaga bog'liq ish. Biz tayoqni yeblam g'achchi buzib qolsa, u bo'shamib qoldi. Namozni turib, Tazlab kildi dedik. Payg'ambar alayhisalom to'xtaganini otib qo'ygan vaqtda balki ham uni dastlabki vaqtlar deyish mumkin. Dastlabki vaqtlar ham mushriklarning oldida Rasulullohning oshunda sabat bilan turishi va bir xil shunda aqda mustahkam turishini isbotlaydigan bir ish-harakat bo'lishi mumkin. Namoz farzi, ikki vaqt farzi shu joyda. Hem Mekke'de farz olmaya beş vakit namaz mı? Ya Mekke başka Müslümanların başta şirket namaz okudu. Kim beş vakit namaz farz oldu? Faslun qala ve yaqdil faitata iza zakaraha kema fatat safaran ev hadara. Ötep ketken namaz, kaza olup ketken namaz. Bu namazda kaza kılış meselesi. Qazo qilish masalasi to'xtalmadi. Chunki Hanafi mazhab va 4 mazhab ulamolari, jumhurul xalaf va salaf qasdan bo'lsin, yoki boshqa sababdan bo'lsin, unutib qilib bo'lsin, hisob qilib bo'lsin, o'qilmay qolgan namozni qazo qilishi vojib deb qaraydi. Albatta bu masalada unutib qolgan va uxlab qolgan ahvolda, keyin esi kelgan va uyg'ongan chaqda vaqti ketgan bo'lsa-mu namozning o'qishi farz, bunda ittifoq. Ya'ni shuni o'qiydi. Ya buna şunun vaqti demdoq, ya qazosini qilish demdoq, qanday desak shuni o'qiydi demoqchi. Bunda hamma ulamolar ittifoq, jumhurlar emas. Bunda ijmo borligini Imom Ibn Rushd va Ibn Qudamalar naql qilgan. Lekin qasdan o'qimagan kishi bunda ixtilof bo'lgan. 4 mazhab ulamolari, 4 mazhabga vakillik qilgan qarashda va ilgirki va keyingi salaf va xalaf ulamolarining ko'pchiligi qasdan o'qimaganlikdan gunohkor bo'ldi. Lekin uni bilan birga qazosini qilish vojib dedi. Qancha jiqilib ketsin, 1 yillik namoz bo'lsin, 5 yillik bo'lsin, hammani qazo qilish lozim. Uni qazo qilishi naflidan oldin o'rinda turdi. Nafla yoki sunnat namozini o'qishning o'rniga ash qazosini qilib oldi boshqa. Chunki farz namoz nafl o'qiyman deb mashg'ul bo'lishning o'rniga ash gadindagi farzni saqit qilib oling demoqchi. Bular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sayyidisiga tayangan. Fa daynullahi ahaqqu an yuqda. Alloh taolaning qarzini ado qilishga haqli degan Sahih Muslimda deysiz. Kunda shu o'qiyaligini cho'qiydi. Kunda bomdatdan unni qo'lamdi. Ya 5 kunninki 25 namoz o'qimdi. Qanday o'qsa o'qil. Lekin bu tartib masalasi. Ya qanday qazo qilish bundan keyin chiqadi. Hozir shu qazo qilish degan bormi yo'qmi? Mana masala. Chunki hozir bizning diyorimizda zohiriyning qazonamas degan gap yo'q degan qarash taqlid ketdi. Ma kitobda hozir qazo qilish u degan gap usti to'xtalmadi. Qazonamizni burun qanday o'qimagan bo'lsa shu pati keyin o'qiydi deblamadi. Chunki bunda 4 mazhablarning talashlar yo'q. Bu betaraf bo'lib ketgan masala sifatida. To'xtalmadi unda. Lekin endi bizning diyorimizda hozir shunda qazo namoz degan narsa yo'q degan bir masala bo'lg'achqa biz buni bu nardan kelgan qarash, igisi kim buni ayirib qo'yish lozim. Navoiyki salaf va xalafning ko'pchilik ulamolari 4 mazhab shuning ichida qasdan o'qimay qolgan namoz bo'lsa qazosini qiladi. U gunohkami gunohkor. Shunda deb qaraydi. Buning dalili daynullohi ahaqqu an yuqda degan. Ashadis yana unutib qilib namoz o'qimagan kishiga qiyos qildi. Unutib qolgan ahol gunoh emas-ku, unutib qolgan ekan. Rufi'an ummati al-xata va nisyan bo'lgan ekan, gunoh yo'q. Shunda turug'liq, ya'ni u g'ayr mufarrid turug'liq qazosini qilsa, yoki qayta o'qiysa deyiladi. O'qiysa degan bo'lsa, qasdan o'qimagan bo'lsa, albatta qayta o'qiysa. Chunki bu mufarrid. Bu qiyos avlaviy. Yana Ramazonda jima qilgan kishiga qiyos qiladi. Ramazonda jima qilib, ro'zani buzib o'tib qolgan taqdirda, ba'zi rivoyatlarda kaffarat bilan birga uning o'rniga bir kun ro'za tutish kerak.
Ramazonni qasddan buzayotgan ahvolda o'rniga bir kun tutish kerak bo'lsa, ya'ni qazosini qilish kerak bo'lsa, namozni qasddan o'qimagan taqdirda o'rniga bir namozni keyin, namozning vaqti ketgandan keyin boshqa namozlarning vaqtida o'qishi vojib deymiz. Shu kunning o'rniga bir kun tutdi degan rivoyat kelgan bo'g'ichqa ulamolar buni dalil qilgan. Bu rivoyat hasan darajalik rivoyat. Davomdan qasddan qilmay qo'yib qo'ygan ibodatlarning qazosini qilasiz, o'rnini to'ldirasiz degan bir gap chiqdi shunday. Bu jumhurning asosi dalillari. İmam İbn Hazm Zahiri imam qasddan o'qimagan namozning qazosini mumkin emas qilinmaydi. Bo'ldi ketdi. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Vaqt ketdimi bo'ldi, namoz ketdi, qo'ldan ketdi deydi. Uni qismi to'g'ri bo'lmaydi. Qazo qilaman desin to'g'ri bo'lmaydi. Uni o'rnidan qanday qilish kerak? Uni qo'ldan bir qo'ydi. Qanday qilib bo'lsa, tavba istig'for aytidi. Boshqa yaxshi amallarni qilib, savobli qilishdan jiq numar olsa, ondan yuklangan gunohning o'rniga jiq basan numarni, o'rnini balkamda to'ldirib qolar. O'rnini basanmaydi shu odamda jiq savob olib, nima qilsa xuddal muflis qanday qildi? Faqat shatama hada va akala hada va degan ekan, hech qanday dasmisi yo'q bo'lgan qanday qildi bo'lsa, buning yaxshilik bo'lsa, alning haqqi to'laydigan gap, buning yaxshiligini tugab qolsa, alninki gunohlarini ma'nujlab qo'ygan gap, shu o'sha bir yurishtirish bo'ldi demoqchi. Keyin Zahirning mushqarishini Imom Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi chiqqan. Yani bir tarafdan bu navir taqildi desanlar, namozni qasddan tark qilgan kishi kafir degan qarash berib taqilib qoldi. Bu namozni qasddan tashlagan kafir bo'ldi. Shunami? Kafir bo'lgan keyin andan namoz o'qiyman deb, yangi hidoyat topib, yangi islom kirgandek, undan keyin bu burunda o'tkazishdi salovat, kafirlik vaqtidagi ishlar bo'ldi ketdi degandek. Ashuni chetishlar. Lekin Zahirning qarashi bo'yicha istig'for aytdi, tövbe qildi va unda qildi desa, kafir bo'lib ketdi deganga sazib kelib qoladi. Chunki musulmonda buni gunoh ish qilgan degan gap bor. Istig'for aytdi, tövbe qildi degan. Albatta da Hanbali mazhabining qarashimi qazosini qildi degan qarash. İmam Merdavi İnsaf degan kitobda Hanbali mazhabining İmam Ahmadning qarashini rasmiy ayiradigan kitob Al-Insaf fi ma'rifati ar-rajih min al-khilaf lil-Merdavi. Ashuningda ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها على الفور هذا المذهب نص عليه. İmam Ahmad aniq degan Hanbali mazhabining qarashi shu dedi. İmam İbn Taymiya Hanbali mazhabining qarashini chiqib, Zahiri mazhabni yoqlab mangan. Çünkü hozirgi ulamolarimizmi Ibn Baz rahmatullohi alayhi qazo qilish yo'q deyish mumkin. Bo'ldi ketdi, istig'for aytdi. Shayx Usaymin balki to'rt mazhabning qarashini Hanbali mazhabini tutib qazo qilish bor deyish mumkin. Hozirgi salafiy aqimdagilarmi bo'linib ketgan. Lekin ilgirkilar bu bir shaz qarash. Bu ixtilofga e'tiborga ilinmaydi. Xuddi ijmodek bu ahvol bor deb turadi. Bu endi qazo qilish bormi yo'qmi degan masala. Endi qazo qilish bor, Hanifiy mazhab va to'rt mazhabda jumhur salaf va xalaf qazo qilish bor deydi desak, endi qazosini qanday qiladi degan masalaga endi maktab keldi. Va yaqdil fa'itata idza zakaraha. Mesela isi keldi. Yoki qasdan nima qilgan bo'lsin keyin qazo qilay dedi. Nima? Ya uxlab qolgan bo'lsa o'g'andi. Demak, u namozdan vaqt chiqib bo'ldi-ku. Boshqa bir vaqt keldi hozir. Shu joyda o'qiy deb qolsa, yaqdiha kama fatat safaran aw hadara. Safar holatda bo'lsin, muqim holatda bo'lsin, aslida qanday o'qilish kerak bo'lsa burun, vaqti o'qilgan chaqda qanday o'qigan bo'lsa, keyin qanday holatda bo'lsin qat'iy nazar, burun qoltida o'qiydi. Gadanga shunda yuklangan shu payt o'qiydi. Masalan, burun muqim holatda 4 rakat namozni o'qimoqdi ekan. Qasddan bo'lsin, unutib qilib bo'lsin, uxlab qilib bo'lsin. Endi hozir bu safar ustida o'qigan bo'lganligini aslida yoki hamda o'qiydi dedi. Safar ustida aslida qasr qilib o'qiydi namozni. Navonki dastlabda o'qimoqchi bo'lgan namoz asli muqim holat bo'lg'achqa 4 rakat o'qish kerak bo'lg'achqa, shu chaqda o'qiydigan bo'lsa 4 rakat o'qiydigan bo'lg'achqa, keyin safar holatida shuni o'qiy deb qolsa 4 rakat o'qiydi. Yo'q, men hozir safar holatida dedim, 4 rakat 2 rakat bo'ldi, 2 rakat o'qiyman deb qazo qilmaydi. Aksi bo'lsa-mi? Safar holatda 4 rakat namozni o'qiyman qolgan bo'lsa, keyin uyga borgandan keyin qazosini qilay desa,
ikki rakat qazosini qildi. Yo'q, men hozir muqim holatda 4 rakat to'liq o'qiyman demaydi. Albatta bu xilofiy masala. Boshqa mazhablarda keyingi holatda qanday bo'lsa qazo qildi deyish mumkin. Albatta yana bir tarafi buni kechining namozi bilan kunduzning namozidan farqli bo'lishi mumkin. Kechining namozini qutdandan keyin atsa peshimdan keyin qazo qiladigan bo'lsa, ulug' o'qib qazo qildi. Yo'q, men hozir peshimning vaqti kunduzda ishimni o'qiyman demaysiz. Va aksi to'g'ri. Ya'ni aynan qazo qildi. Burun qanday o'qish kerak bo'lsa qazo qildi demoqchi. لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره. Bundan hamda aynan nima qildi degani azroq chiqdi ekan o'sha hadisdan. Shuni vaqti degan ekan, burun o'qiydigan vaqt xuddi misol qaytib bir fursat berilgandek. Undan keyin aynan o'qiysiz degan gap bir xil chiqdi bundan. Va qawluhu kama fatat, qawluhu degani damir kimi qaytadi? Masaga gutaqildi biqanligini. Qawlul musannaf. Lekin bu shu, lianna al-qada degani qawlul musannaf hozir. Qawluhu qawlul musannaf fil muxtar. Qaraqatlik, tomqallik muxtarning matni. Yani qawlul musannaf yoki qawlul matin deymiz uni. Qawlul matin gerçi o'zi o'simi, o'zi shardigo. Qawlul matin matn yozg'ichi kama fatadda buni men izohlayman, o'zim izohlayman deb o'zi izohlatman. Lakin qawluhu yani qawli fil muxtar kama fatat lianna al-qada'a yahki al-ada'a. Kama fatat deyishimizda nima uchun mana kama fatat dedik desa, aynan burun qanday o'qish kerak o shunda qazosini qildi deganimizda, chunki qazo degan yani vaqt ketgandan keyin ado qilishingga. Al-qada vaqt ketgandan keyin ado qilishni qazo deymiz. Bu ado bilan o'xshash bo'ldi dedi. Yahki degan o'xshash bo'ldi, shun o'xshidi degan ma'noda. Yushbihu va yumathil degan ma'noda. Qala va yuqaddimuha 'ala al-waqtiyya. Burun o'qiyanmagan, mesela peshimni o'qiyanmagan bo'lsa, hozir asrning vaqti kirdi. Asrni o'qishdan burun peshimni qazosini o'qib, onda asrni o'qiymiz deydi. Ya farz namozlar cheklanmaydi. Farz vojib namoz cheklanmaydi. Nafl o'qish cheklanmaydi. İlla an yakhafa fawtaha. Faqat lam peshimni o'qisak, hamma mesela asrning musanda taqshib qolgan bo'lsa, biz boshqa bir misol qillar. Sham vaqtida men asrni o'qimayman deb ism oldim masalan. Lekin sham vaqti ketmaydigan bo'lsa, boshda asrni o'qitib, undan keyin shamni o'tiraman. Agar asrni o'qitib, uni shamni o'qisam, shamning vaqtini ikkidan bo'lib qolsa, bu chaqda undan shamni o'qitib, undan keyin asrni o'qiyman. İlla an yakhafa fawta degan shu. Shamning vaqti chiqishi, ya'ni vaqti kirgan namoz, ya'ni sham desak, shamning vaqti chiqishidan ansirab qolsa, qazo namoz o'qiyman deb qolsa, qisilib qolib, u chaqda qanday qildi? Oldi bilan shu vaqtda ba namozni issiqini bir o'qitib, undan keyin so'yib qolgan namoz o'qiydi. Xuddi bizning oldimizda tungi bir tamoq bor, hozir aytgan bir tamoq bor. Endi hozir biz yoqma tungi bir yeydilar, undan keyin andin xudo xatimda issiqni yeysak, xudo xatimda uni so'ydi. Hamma tamoqni so'yib turgan bo'ldi. Hozir issiqda bir yeyib, so'yib qolgan, hamma so'yib qolgan ekan, buni kechlaydi deb qo'ygandik. Qala va yurattibul fawaita fil qada. O'tib ketgan namozlarni tartib bo'yicha o'qiydi dedi. Masalan, bamdat, peshin, asr, shu namozni o'qiyamagan bo'ldi. Shamda istiqoldama yoki o'qiydigan bo'ldi. Shu chaqda andash bamdatni o'qib, undan peshinni, undan asr, undan shamni o'qiydi. Shunda tartib bilan o'qiydi. Albatta, bu mazatda 5-6 namozdan eshib ketgan taqdir bu tartib bilan o'qish kerak emas. Lekin ma'lumda shunda oz namozdan gapi. Wal asl qoida, ya'ni shu namozni qazo qilish, o'tib ketgan namozni qazo qilish babida asl qoida anna tartiba shartun baynal fa'itati wal vaqtiyya. O'tib ketgan namoz bilan hozir vaqt kelgan namozning ikkisining tartibi shart deydi. Shu tartib bilan o'qish lozim. Rasululloh mana tartib bilan o'qigan shart debdi. Va baynal fawat yana o'tib ketgan namozlar orasidami tartib bilan o'qish shart. Mesela 3 namozni o'qimagan bo'lsak, 3 namozni tartib bilan o'qiymiz. Endi 4-namoz hozir vaqti kirgan bo'lsa, 4-namozni boshda o'qitib, 3ni o'qimay, 3ni o'qitib bo'lib, undan hozir vaqti kirgan o'qiymiz. Baynal fa'ita wal vaqtiyya degan shu.
لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام ثم ليصلي التي نسي ثم ليعيد التي صلاها مع الإمام. Bu hadis debdi lekin sahabining so'zi ekanligi sahih. Kimki bir namozni unutib qolsa, unutib qilib esi kelmay, undan keyingi bir namozni jamoat bilan o'qiy deb turgan chog'da esi kelib qoldi. Masalan, asrni o'qimabdi, shomga masjidga kirib namozga jamoat iqtida qilib turay degan chog'da esi keldi. Bu chog'da jamoat bilan birga namoz o'qiydi deydi. Asrni o'qimay, jamoat bilan birga qilib 3 rakat shom o'qidi. Ondan unutib qolgan asr namozini o'qidi. Uningdan keyin shom namozini qaytib bir o'qiydi. Mushu nimani ko'rsatdi? Tartibni ko'rsatdi. Endi jamoat bilan o'qigan shom nima bo'lmoqchi buning nazarda? Nafl bo'ldi. Aslida shomni imom bilan o'qiyotgan ekan, ki asrni o'qisam bo'ldi, katta bo'lish kerakda. Lekin asrni o'qib bo'lgandan keyin yana shomni qaytib o'qiysiz deganga ba'zi vaqt tartibni buzib qoldim, ham tartib bilan o'qing deb direksiyagan. Undan keyin tartibni shart degan gap chiqdi. Yani bir vaziyat olmaydı. Çünkü ittihad buluş lazım. İmamın okuyan namazı bilen cemaatin okuyan namazı bir namaz buluş gerek. Kâle فَلَوْ لَمْ يَكُنُ التَّرْتِيبُ شَرْطًا لَمَا أَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ Şart bulmagan bolsa, tertiplik o'qish shart bo'lmagan bo'lsa, qayta o'qishni buyurmaydi. Qayta o'qishni buyurganligi tertib shart ekanligini ko'rsatdi. وما روي أنه صلى الله عليه وسلم فاتته 4 صلوات يوم الخندق فقضاهن على الترتيب. Yani bir delile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Xandaq g'azotida Yawmul Ahzab 4 namozni o'qiyanmay qilib, tartib bo'yicha qazosini o'qigan. Shag'aluna an salatul wusta dedimi? Hazrat Umar namozini o'qiyanmay qoldim. Kun patgandan keyin asrni o'qiyanmay qoldim. Men o'qiyanmaganda buni o'qigan. Şu çağda 4 namozni qazo qilib o'qigan demakchi. Yani Makka fath kunimi shunday bir ish bo'lgan. Undan keyin bu o'tib ketgan namozni tartib bilan o'qishning dalili. Va qala sallu kama ra'aytumuni usalli. Undan keyin Rasululloh qanday o'qigan bo'lsa biz shunday o'qiymiz demakchi. Yani qayta yoldirsa 5 namozdan nafl namoz o'qilsa, biz ayda farz namozni o'qib qo'yib, nafl namozni o'qiganligimiz va jamoatimizning tazkirimi yani. Endi u yerda bunda bir ahvol kelibdi. Jamoat hozir to'liq namozimiz namoz o'qimoqchi, namoz o'qidi. Jamoat qatnashmay biz. Yo'q, men farzim batdi deb, asrni o'qitdim deb ayang chiqib ayrim o'qisa, kishilar munofiq deyishi mumkin. Yoki boshqacha gumon qilishi mumkin. Imom qabul qilib keyin adolishib qilishi mumkin. Undan keyin anda yomon gumonlardan saqlash uchun mayli deb shu joyda namoz qatnashib turdi. Agar shu imom bilan o'qigan namoz masalan Shamda qilib imom uzun o'qiydi, uni keyin namozni o'qib qoldi. O'qigan keyin asr o'qib qolib, qaysi namozdan ortib chiqib ketgan bo'lsa, yana qaytadimi yo'qmi? Shani vaqti ketsami? Shani vaqti chiqib ketgan bo'lsa asr o'qib qolgandan keyin. Bu joyda ikkini qazo qildim. Xuftonning vaqtida ikki namozni qazo qildim. Men nafl o'qiyman deb, vaqt kelgan namozni qazo qilgan bo'ldi demakchi. Undan keyin ikki namoz gazinda buni. Ani ikki namozni o'qib qilib, undan keyin namoz o'qiydi. Tartib bo'yicha. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.